Assalomu alaykum, Onalar klubi kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Bugundan boshlab kanalimizda Zebiniso Ahmedovaning Bolangiz nimaga gapirmayapti kitobini birgalikda o'qib boramiz. Barchangizga xayrli va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Kitob boshidagi so'z boshi hamda faqatgina ko'rish orqali tushunish mumkin bo'lgan jadval qismlarini tashlab ketgan holatda birinchi bo'lim sifatida bola gapirishining ortda qolish sabablari bo'limini tanlab olishga qaror qildim. Bola gapirishining ortda qolishi sabablari. Gapirmaslikning birinchi sababi individual temperament. Har bir bolaning temperamenti mavjud. Xolerik temperamentli bolaning harakatlari tez, reaksiyasi tez va tili ham tez chiqadi. Xolerikligini besabrlarcha ko'p yig'lashidan, kam uxlashidan, ko'z harakatlari erta shakllanganligidan sezishimiz mumkin. Xolerik temperamentli bolaning tili tez chiqsa ham, tez gapirganidan harflar aniqligi past bo'ladi. Sangvinik temperamentli bola ota-onasiga yoqimli me'yordek. Yig'laganida o'rta me'yorda ovoz chiqaradi. Emishi ham o'rtacha tezlikda bo'ladi va o'z vaqtida tili chiqadi. Flegmatik bolaning tili biroz orqada qolayotganga o'xshaydi. Kechikibroq yuradi, ammo harflar va tovushlarning aniqlik darajasi baland bo'ladi. Melanxolik temperamentli bolaning harakatlari sust, ko'p uxlaydigan, tana vazni kattaroq va kechroq yurgan sog'lom boladir. Melanxolik bola kech gapiradi va kam gapiradi. Ammo uning sog'lom ekanligini, faqat temperamentida reaksiya tezligi biroz past ekanligini to'g'ri tushunishingiz kerak. Bu temperamentlarga ega bolalarning hammasi ham sog'lom ruhiyatga ega bo'lib, ulardagi miyaning rivojlanishi normal bo'ladi. Tushunishi, ichki va tashqi nutqi, nutq boyligi, emotsional fikrlashi bir-birlariga muvofiqdir. Sog'lom o'sayotgan bolada tana kasalliklari bo'lmaydi. Sizni bezovta qiladigan haddan ortiq yig'lash, bezovta bo'lish kuzatilmaydi. Gapirmaslikning ikkinchi sababi gapirishga ehtiyoj yo'qligi. Psixolog. Onasi, bolangiz bilan gaplashasizmi? Ona, yo'q, bolam gapirmaydi-ku, nimani ham gaplashay? Psixolog. Bola bilan gaplashilmasa, uning gaplashishiga ehtiyoji bo'lmaydi-da. Aytaylik, nimaga siz nemis tilida gapirmaysiz? Chunki nemis emassiz. Bolangiz ham gapirishi uchun har xil ovozlarni eshitishi va unga taqlid qilib tovush chiqarishi, tushunishi va gapirib ketishi kerak. Bola yaxshi va yoqimsiz hissiyotlarni tanib, bu hissiyotlarning asosida tovush ishlab chiqaradi. Ana keyin tushunishni boshlaydi va gapirib ketadi. Ona, u holda bolalarimga jim bo'linglar, chaqaloq uxlayapti, ko'p gapirma, hali bu seni tushunmaydi deyishim noto'g'ri ekanda. Albatta, bola odamlar bilan qanchalik ko'p gaplashsa, unda gapirishga ehtiyoj shuncha tez paydo bo'ladi. Shuning uchun bolangiz gapirishi uchun avvalo unda gapirishga ehtiyoj tug'diring. Bolam tushunmayapti demang, u bilan suhbatlashib gaplashavering. Gapirmaslikning uchinchi sababi bolaga gapirishni o'rgatmaslik. Bolangizning birinchi ustozi sizsiz. Hurmatli ota-ona, unga birinchi assalomu alaykum deyishni ham, kulishni ham, ovqatni chaynashni ham siz o'rgatasiz. Ayniqsa, bolangiz sizga qarab gapirishni o'rganadi. Ota-ona bolasiga gapirishni o'rgatishda no'noqlik qilsa, bola kech gapiradi, noto'g'ri talaffuz bilan gapiradi. Sizga taqlid qilgan holda gapirishni o'rganadi. Shuning uchun ota-onalar bolalari bilan bolalarcha chuchuk tilda gapirishlari mumkin emas. Bolalarcha quvnoqlik bilan, samimiylik bilan, ovozga ko'p hissiyotlar kiritib, erkalovchi tovush bilan bolalarcha gapirish mumkin. Ammo chuchuk tilda harflarni buzib, bolaga gap o'rgatish noto'g'ridir. Bola bilan faqat ovqatlantirganda gaplashib, boshqa payt televizor ko'rishga yoki uxlashga majbur qilinsa, bolangizning tili erta chiqmaydi. Gapirmaslikning to'rtinchi sababi oilada ikkita til bilan gaplashish. Bilingvist onalarning farzandlari ikki xil tilda gaplashadigan kattalarning gaplashishiga moslashishga qiynaladi va ularning tili kech chiqadi. Atrofida bitta tilda gaplashadigan bolalar bilingvist oilalardagi bolalardan ko'ra tez gapirib ketishadi. Bilingvist oilalarning farzandlari gaplardagi ega kesimda ham noto'g'ri qo'yishadi. Gapni noto'g'ri tuzishadi. Bir xil hissiyot bilan ikki xil tilda erkalashlarini tushunib yetishi va ikkala odamning gapini anglashi bolaga qiyinroq bo'ladi. Agar bolaning o'sishi va aqlan rivojlanishi sog'lom bo'lsa,
Bu qiyinchilikni bola yengib o'tadi. Bolaning miyasidagi rivojlanishda muammolar, sog'lig'ida o'zgarishlar bo'lsa, uning gapirib ketishi ancha kechikishi mumkin. Gapirmaslikning 5-sababi stresslar va noxush psixologik vaziyat. Stress nafaqat kattalarning, balki bolalarning ham nerv sistemasi ishlash jarayonini izdan chiqaradi. Qattiq qo'rqish, ko'p janjallar, baland ovoz va shovqin bilan gaplashish bolaning tili kech chiqishiga olib keladi. Hatto stresslar oqibatida duduqlanish, ya'ni logonevroz ham rivojlanishi mumkin. Logonevroz o'z nomi bilan gapirishdagi nevroz holati deyiladi. Og'ir psixologik jarohatlar bolada duduqlanish, logonevrozning paydo bo'lishiga asosiy sababdir. Undan tashqari, bolani yiqitib yuborish va boshining lat deyishi bilan birga qattiq qo'rqib ketishi duduqlanishning boshlanishiga olib keladi. Gapirmaslikdagi 6-sabab boladagi negativizm. Bolaning gapirishi uchun ota-ona o'yin tarzida emas, majburiyat va jazo tarzida munosabatda bo'lsa, gapirish bola uchun qiyinchilikka aylanib qoladi. Bunday holatda bola gapirish o'rniga jim bo'lishni afzal biladi. Masalan, bola gapirganida shovqin ko'tarish, baqirish, janjalga ulansa, u gapirish o'rniga tinch bo'lishni istaydi. Gapirmaslikning 7-sababi genga bog'liqlik. Bolaning tili chiqishi ko'p holatlarda avlodiga bog'liq. Agar gapirishdan kechikayotgan bola ota-onalarining qachon tili chiqqanligi so'rasangiz, ular ham kech gapirganligini so'rab surishtirishingiz mumkin. Bunda genga bog'liq bo'lgan holda kech gapirish holatini aniqlaymiz. Nasl o'z izini otadan bolaga o'tkazadi. Ammo bu holat borligiga ishonib, boladagi boshqa o'zgarishlarni aniqlashni kechiktirib yubormasligingiz kerak. Gapirmaslikning 8-sababi onaning homiladorlik davri va tug'ruq jarayonidagi qiyinchilik asoratlari. Bola ona vujudida katta bo'larkan, uning suyak va nerv mushak sistemasi rivojlanishi uchun ozuqa, tinch ruhiyat va yaxshi kayfiyat kerak. Onaning sog'lig'i yaxshi bo'lmasa, kamqonlik, stresslar, charchash va ruhiy azob uni qiynasa, bolaning o'sishida ham nuqsonlar paydo bo'lishi ehtimoli ko'payadi. Gapirmaslikning 9-sababi bu eshitmaslik. Bola gapirishning birinchi sharti u eshitishi kerak. Bola eshitmasa yoki yomon eshitsa, u gapirmaydi yoki yomon gapirishi mumkin. Bola eshitishini ziyrak ota-onalar va buvijonlar tez aniqlay olishadi. Negadir bolangiz shovqinni sezmadi deb xavotirlangan kattalarning fikrini o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Qari bilganni pari bilmas deydi-yu xalqimiz. Bunday fikr uyg'onsa, bolani pediatrga va lo'q shifokoriga ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Gapirmaslikning 10-sababi artikulyatsion sistemaning gapirishga tayyor emasligidadir. Ma'lumki, ovoz hosil qilish apparati to'liq va yaxshi rivojlanishi natijasida tovush paydo bo'ladi. Tilning kichkina va kalta ekanligi, mushaklar tonusi pastligi, til osti yuganchasining kichkina ekanligi ham bolaning gapirishi uchun qiyinchilik tug'diradi. Agar bolangiz qattiqroq ovqatlarni yamlay olmayotgan bo'lsa, og'zidan oqayotgan so'lakni vaqtida yutolmasa, og'zi doim ochiq bo'lib og'zidan nafas olsa, bu artikulyatsion sistemadagi buzilishlarni dalolat beradi. Bunda stomatolog til yuganchasini tekshirib berishi kerak. Lo'q shifokori ham tomoqdagi nerv mushak sistemasini to'liq tekshiruvdan o'tkazadi, eshitishni tekshiradi. Gapirmaslikning 11-sababi alaliya. Alaliya miyadagi gapirish markazining birlamchi rivojlanishidan orqada qolishidir. Ushbu illat bolaning ona qornida va chaqaloqlik davrida ayrim buzilishlar natijasida kelib chiqishi mumkin. Bunda bolalar nevropatologi, psixonevrolog, pediatr, psixolog, logoped birgalikda bolani davolashi yaxshi natija beradi. Gapirmaslikning 12-sababi intellektual rivojlanishning orqada qolishi. Bolaning gapirishi aqliy rivojlanish va psixologik o'sishga chambarchas bog'liq. Genetik kasalliklar, autizm, Down sindromi, aqliy norasolik, nutq rivojlanishining orqada qolishi ham gapirmaslikning intellektga bog'liq turlariga kiradi. Bolaning gapirishiga to'g'ri yo'l tanlash uchun avvalo tashxisni to'g'ri qo'yish talab etiladi. Logoped-defektolog ko'rigi eng muhim masalalarni yechishga yordam beradi. Psixolog qanday tashxis qo'yilishidan qat'iy nazar ota-onaga to'g'ri yondashishni o'rgatadi. Bu muammolarni yechishda to'g'ri maslahat bera oladi.
Farzandimning aqli va nutqi me'yorda rivojlanayotganini qanday bilsam bo'ladi? Siz 3 ta savolga javob bering. Bolangizda sizni tashvishga soladigan biror nima bormi? Farzandingizning xatti-harakati, ovqatlanishi, atrofdagilarga munosabati va muloqoti, uning gapirishi yoki gapirmasligi, uning odatlari va hokazolarni kuzatib, sizni tashvishga soladigan biror nima ko'nglingiz g'ash bo'lmadimi? Farzandingiz tengdoshlaridan rivojlanishda ortda qolayotganini sezmadingizmi? Balki bolangizda zehni, fikrlashi, xotirasi sustlik, biror vazifani bajarishda qoloqlik, kaltafahmlik holatini sezib qolgandirsiz. Nima bo'lganida ham sizning bu sezgilaringiz vahimaga va qo'rqishga emas, bolaga to'g'ri tashxis qo'yib, davolashga yetaklashi kerak. Ba'zi bolalar yaxshi rivojlanib keladi va birdaniga aqli, nutq rivojlanishidan to'xtagandek bo'ladi. Ba'zilari esa bilgan so'zlarini ham unutishlari, bilganlarini yodidan chiqargan, regress bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu holat bir kunda sodir bo'lmaydi. Farzandingizning xavotirga chorlaydigan holatlari yeydigan ovqatlari kamayganligi, gaplashadigan insonlaridan qochishi, doim noxush kayfiyatda bo'lib, go'yoki xafadek yurishi ham aqliy rivojlanishdan orqada qolayotganligining belgilari bo'lishi mumkin. Ko'ylagini o'zi kiya olishi, ovqatini mustaqil ravishda o'zi yeyishi, o'zi alohida uxlashni eplay oladigan bola bu bilim va ko'nikmalarni unutib, o'zi uxlamaydigan ahvolga kelishi, ko'ylagini kiyishni unutishi va buni ataylab qilmayotganligini tushunishingizni, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingizni talab qiladi. Kitobning davomi sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanal faoliyati bir muddat to'xtab qolganligi sababli YouTube algoritmlari bizni ko'pchilikka ko'rsatmayapti. Iltimos bizga o'z yordamingizni bering. Videoga like bosib, do'stlaringiz bilan ulashing. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.